Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandasini birodarlar jannat yo'liga boshlab qo'yadi. To'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yadi. Qanday qilib? Bir diliga solib qo'yadi. Yaxshi odamlarga qo'shib qo'yadi. Bir ilhom qatorida bir narsa keladi qalbiga. Shunda o'zi bilgan yo'ldan Alloh taolo hidoyatlantirib qo'yadi. O'sha paytda to'g'ri qilgan ekanman. Yo sen to'g'ri qilganing yo'q. Alloh seni o'sha tomonga burdi. O'sha paytda yaxshi o'ylagan ishlardan, yo Alloh seni saqlab qo'ydi. Muhimi birodarlar duo qilaylik. O'zing rozi bo'ladigan ishlaringizni boshla, o'zing g'azablanadigan ishlardan bizni qaytar. Agar Alloh ko'mak bermasa, qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Ishonaveringlar. Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandasini birodarlar jannat yo'liga boshlab qo'yadi. To'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yadi. Qanday qilib? Bir diliga solib qo'yadi. Yaxshi odamlarga qo'shib qo'yadi. Bir ilhom qatorida bir narsa keladi qalbiga. Shunda o'zi bilgan yo'ldan Alloh taolo hidoyatlantirib qo'yadi. O'sha paytda to'g'ri qilgan ekanman. Yo sen to'g'ri qilganing yo'q. Alloh seni o'sha tomonga burdi. O'sha paytda yaxshi o'ylagan ishlardan, yo